Assalomu alaykum qizlar, sizlar bilan bugungi kunim bilan bo'lishmoqchiman. Bugun erta tong saharlab turib, qaynonamning uyiga bordim. Biz u yerda generalniy уборка qildik. Ko'proq garderobni sortirovka qilindi va garderobdagi narsalarni, keraksizlarni olib tashladik. Pastdagi polkada esa katta korobka topib oldim. U katta korobkada bir korobka ro'mollar bor ekan, xilma-xil. Voydod, qaynonamning mendan ham ro'mollari ko'p ekan deb shart bir ikkitasini olib solib keldim. Davom etdim. Borkam changlarda ham yog'ni artib, tozalab, keyin koridorga hamma keraksiz narsalarni to'plab chiqarardim. Eng oxiri koridorga yig'ishtiraman deb boshqa xonalarga o'tdim. Boshqa xonalarni yig'ishtirib, tozalab, bu yerlarni ham pылесослab qilib, chang pollarini artib, ну и, конечно же, tomosha qildim. Chunki baribir mazada ishini itog'ini ko'rish. Koridorlarda ham pollarni artib, hamma keraksiz narsalarni olib chiqib tashladim. Spalnyadagi pardalarni birinchi holda yuvib, keyin kirmashinaga solib qo'ydim.